Mana topgan bo'lsanglar mana shu yerdaman. Drakon navimiz. Parkentda Kavardanda ekilgan. Bo'yi men sizlarga hozir bir ko'rsatay. 310. Uch 10 gacha. Ungacha pachatkalar holatini bir ko'rib turinglar, men hozir javob beray. Bo'ldi, javob berdim. Mana holatini ko'ringlar. Mana shu drakon navimiz. Hozir dehqonning o'zlari ham shu yerda turibdilar. Pachatka dalani ichida ham mana holatini naryoqda ham ko'rsanglar bo'ladi. Hamma yoqda standart bir xil. O'sha biza boshida va'da berganimizdek, inshaalloh pachatka yirik, doni og'ir, mardagi ingichka. Mana shu o'sha drakon navimiz. Buni hozir hamma savol javoblarni Imom akam o'zlaridan olamiz. Qachon ekdilar, qancha nima berdilar. Mana biz dalada ko'rgan bo'lsanglar, tepadan ham yana bir ko'rsatadi. Ancha ichkariroq kirganmiz, dalaning ichidamiz. Mana pachatkalarning holati. Hammasi standart, pachatka yirik, bir xil urovingda solgan. Pauza. Mana shu hozir biza ko'rsatganmiz. Imom akam bizdan shu drakonni olgansiz. Imom aka bar o'zingizga xolis o'zingizdan so'raganimiz ko'proq ishonchli-da. Dalani ichidagi holat ham xuddi shunaqami yo bir xil, ingichkasi? Yo'q, ingichka emas, mana shunaqa yo'g'on hammasi. Eng qiziq bo'ladigan narsa, hozir bunga qancha ozuqa berdingiz? Nima berdingiz? Quruq nima deydi? Aniq berilmagan quruq karbamid 700 kilodan karbamid. Faqat karbamid. Amafoz bermadi, kali bermadi. Urgurmadi. Agar dehqonchilik ko'p, urgurmadi-da berish. Qo'yani qalinligi qanaqa, sizga yoqyaptimi? Yaxshi qo'ya. Bir ikkitasi hali ko'rib nima navagan degan narsa bo'lmadi? Yo'q. Hozirdan panadaku hech kim kelmayapti-da. Panada. Sizlarga tavsiya qilamiz. Mana Imom akam bar ko'plar taniydi. Parkentda so'rasanglar bo'ladi. Xolis necha gektar ekdingiz bundan? Bundan 4 gektar. Bundan 4 gektar. Undan keyingilari bor, ular hali kichkina. Halimaydi. Drakon tavsiya qiladiganimiz mana holati bo'yicha pachatkani solishi, standartligi, poyani qalinligi, bargini yirikligi. Buni klient bo'lib qolsa silisga ham bemalol tavsiya qiladi-da. Bu qachon ekkaningiz aniq emas. 20-mi, 25-martda ekildi-da bu. Aprelda emas, martda ekildi. Mart 27da bo'lsa kerak. 27mi? 27-martda. 20da olib keldingmi? 20dan keyin olib keldingmi? 25da oldingiz, 27da 27-mart bo'lsa, aprel, may, iyun, iyul. Hozirgi holati bo'yicha 110 kun bo'libdi-da. O'zi bilan qishga keldik. Lekin buni suvni hali yana berasiz. Hali suv ichadimi? Hali suv ichsin, chunki hali don to'ladi. Qo'nib turibdi, lekin rozi bo'lsangiz bittasini ochib ko'rsataman. Ochaver. Bittasini ochib ko'rsataman. Mana shu holati bo'yicha mana doni endi qochish bo'lyapti-da. Mana shu holatida ko'plarning xatosi suvni to'xtatib qo'yadi. Suvni to'xta, yana bir marta qo'yamiz. Hech bo'lmasa bir marta suv qo'ysangiz, bir marta qo'yamiz-da yana. Vohli hozir suvdan to'xtatib qo'yadigan bo'lsangiz, bu ertaga orasi ochilib, qurib tez vesni yo'qotadi. Orasi ochilib ketadi agar unaqa bo'lib ketsa. Lekin zichligi zo'r. Zichligi zo'r. Zichligi yaxshi. Hali ham to'ladi-da. Bu hali to'ladi. Ishadi bu hali. Shunga tavsiyam hali suvni vohli to'xtatmanglar, imkon qadar suv beringlar. Endi bu yerda cheris zagat bermayapsiz hammasidan. Yo'q, u cheris tekis hisobiga hamma yoq zaqlab ketadi. Zo'r bo'libdi. Xuddi shu holatda mana Imom akam o'zlarining dalasida, o'zlarining joylarida drakon navimiz. Bitta polyot qilib ber, bitta mazza qilishsin. Bir marta suv ichamiz-da yana-da. Bitta suv ber. O'zi 2 kun bo'ldimi to'xtatganingizga? 3 kun, 4 kun bo'lib ketdi. Bu yerda zax ketmaydi juda ham. Sen bo'la agar bo'lsa yana bir
3-4 kundan keyin yana bitta ochib Uch oling to'rt yetadi. kundan keyin bitta ochamiz, bitta sug'orsak bo'ldi shu. Anu bargidan ozuqa, o'g'it unaqa narsa bermadingiz? Bir marta oziqasiman o'tga qarshi uruvdik. Ha, gerbitsid. Gerbisid uruvdik. Mana bu ichkariga kirib bitta syomka qilib chiqqan. Holatlarni Lekin balandlik. amapozlama ekilganda boshim dahshat bo'ladi. Ha, o'zi qani imkon bo'lsa. Imkon amapos bilan bo'lmadi-da, ekish kerak. amapozlama ekishga. Bitta endi yeri zo'rda, suv Ha. zo'rda, shundan ham Lekin pachatkasi haqiqatan 30 santimetr chiqyapti-da, tegi bilan hisoblamaganingizda. Tegi bilan hisoblasangiz 33 bo'lyapti. hali juda ham to'lmabdi. Yo, bu hali endi aka, mana bu postlari o'zi ajraladi, borib. Yo, Mana hali bu ham don holatini ko'ringlar. yana bitta suv ichib Haqiqatan to'lar anu ekan. dehqon havas qiladigan makka jo'xorilarda mana. Mana qani. Tegi bilan hisoblaganda 30. Bir xillari 32, bir xillari 33. Mana bunisi undan ham yiriroq. Tegi bilan hisoblaganda 31. Alloh barakasini bersin. Nima bilan hisoblagandan qat'iy nazar ko'zni quvontiradigan jo'xorilar.